Ulamolar aytadilarki, haqni taning deydi, ahlini tanib olasiz deydi. Siz odamlarni tanlab, ular orqali men haqqa erishaman deyotgan bo'lsangiz, noto'g'ri qilasiz. Unday bo'lmaydi. Odam tanlab, undan keyin haqqa erishilmaydi, balki aksincha. Oldin haqni tanlanadi, haqni orqasidan ergashiladi va haqqa boradigan yo'lda yurar ekansiz, shu yo'lni yo'lchilari bo'lganlarni atrofingizda uni ko'rasiz, buni ko'rasiz. Bu ham o'zimizdan ekan, bu kishi ham bizdan ekan, bu kishi ham fikr ekanmiz deb haq yo'lida, haqqa olib boradigan yo'lda inshaalloh haq ahlini ham tanib olaverasiz. Qaytaraman, odamlar bilan haq topilmaydi, balki haq bilan odamlar topiladi. Yoki bo'lmasam haq odamlar bilan sinalmaydi, insonlar haq bilan sinaladilar. Alloh taolo o'zi adashtirmasin.